1997 yılı 5 fevral Şarkı Türkistan'ın G'olji şäherinde Uyghur yaşlarının tiniş şekilde öz hak hukuklarını talep kılıp elip bağan namayışı Xitay saqçılары ve qurallı kısımlarının qanlıq bastırışı uçurgan edi. Bu zor katlamda mыңlagan kişi öldürülgen ve xalığança tutqun qılıngan edi. 5 fevral Xitayning İstanbul'daki baş konsulxonasi oldida 1997 yılı 5 fevralda yuz bergan G'olji qatlamini ve G'olji şehitlerini xatirlash namoyishi ve axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. 5 fevral G'olji qirg'inchiligining 26 yilligi munosabati bilan Shvetsiya Ma'rif Uyg'ur uyushmasining o'rinlashtirishi bilan 2023 yılı 5 fevral yakshanba kuni Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda turishli Xitoy elchixonasining oldida namoyish o'tkazildi. Xitoy Komünist hokimiyati Uyg'urlarga erkiy qirg'inchilik qilayotgan Sharqi Turkiston muhim energiya manbasi hisoblanadi. Eng yangi sonliq ma'lumotlarga qaraganda, Xitoyda oldingi qatordagi neft va tabiiy gaz ishlab chiqaruvchi Xitoy davlat neft shirkatining Tarim neftligidagi 400 milliard kub metrdan ortiq tabiiy gaz ishlab chiqargan. Tarim neftligi Sharqi Turkistonning Taklimakan qumlig'i joylashgan bo'lib, Xitoyning g'arbiy shimol tabiiy gaz turba yo'lidagi muhim tabiiy gaz manbasi bo'lib qolgan. Tarim neftlik şirketining xabariga qaraganda, neftlik har kuni g'arbiy shimol tabiiy gaz turba yo'li orqali Xitoyning boshqa joylarini 74 million kub metrdan ortiq tabiiy gaz bilan ta'minlaydi. Xitoy Davlat Mudofaa Ministrligi Amerikaning jasuslik faoliyatlari bilan shug'ullanayotgan bir gaz sharini etib tashlaganligini haddidan ziyoda eshib ketish deb tasvirladi. Ministerlik bayonotchisi tanqifiy bayonotida Xitoy tarafining Amerika Xitoyning fuqaroviy oshqishsiz havo jismga qarshi kuch ishlatganligiga norozilik bildirganligini aytdi. Yana bir tarafdan Amerikada dengiz armiyasi g'avvosları Amerika osmonida 8 kun laylab yurgan va tunugun tushirilgan jasus sharining qoldiqlarini izlamoqda ekan. Amerikaning Xitoyga qaratgan jazosiga Yaponiya va Gollandiyaning ishtirok qilishi bilan o'zak urushida yangi holat shakllandi. Kyoto agentligining xabariga qaraganda, Yaponiya hukumati tashqi perevod qonuniga tuzatish kirgizgandan keyin atyazda Xitoyga ilg'or yerim o'tkazgich ishlab chiqarish uskunalarining eksportini cheklashga boshlaydi ekan. Dokladda Beijingning o'ch elish xavfini azaytish uchun yangi belgilamada Xitoyning davlat nomini bevosita tilga olmaydiganligi ta'kidlangan. Pakistan'da siyasi o'zgarish orqali hokimiyat beshiga chiqqan sobiq prezident Parvez Musharraf Arab Birlashma Xalifaligida davolanayotgan doktorxonada o'lgan. Ma'lum bo'lishicha, 1999 yili bosh shtab boshlig'i vaqtida harbiy o'zgarish orqali hokimiyat beshiga chiqqan Musharraf 2001 yili prezidentlik vazifasini ustiga olgan. Parlament Musharrafning vazifa o'tash muddatini uzartish talabiga qarshi turgandan keyin 2007 yili asosiy qonunni vaqtincha to'xtatib, jiddiy holat e'lon qilgan. Bir yildan keyin parlamentdan uni vazifasidan elib tashlash uchun sunilgan qonun loyihasidan keyin istifa bergan Musharraf 2013 yili asosiy qonunga xiloflik qilish va xiyonatchilik bilan ayblangan. Musharraf 2019 yili 17 dekabr o'lim jazosiga hukm qilingan. Türkiye'nin şarkı janubiga joylashgan Qahramonmaraş viloyatining Pazarchik rayonida 6 fevral atdiganda 7,4 bal yer tevradi. Yer tevrash atrofidagi G'aziantep, Sivas, Hatay, Shonli-Urfa, Mersin, Qaysari va Trabzon qatorliq nurg'un shaharlarda ko'rilgan. 50 qitim qoldiq yer tevrash yuz bergan bo'lib, buning ichida eng cho'ngi 6,6 bal bo'lgan. Türkiye dairələri səhər saat 6:20-da 76 kişinin hayatından ayrılğanlığını, 440 kişinin yaralanğanlığını e'lon qilgan edi. Növbətdə qutquzuş xizmətləri davamlaşıyotgan bo'lib, qazo qilganlar soni oshmoqda. Biz Türkiye'nin bu ofatni eng az ziyon bilan o'tkazishga tilakdoshmiz.